Kechagina men bir video qo'ygan edim shu Belarusiyaga oid. Keyin shu Belarusiyaga Instagramda bu o'zi nimasi shunaqa ishlaydi. Bir narsaga oid ma'lumot qidirsangiz o'sha narsa chiqib kelaveradi. Orqasidan shu hozir siz ko'rgan video chiqib keldi, ya'ni raqs. Bu raqsni ko'rib men kechagindan bir battar holatga tushdim. Bu xo'rlik raqsimi, qullik raqsimi, xursandchilik raqsimi? Agar xursandchilik raqsi deydigan bo'lsangiz, bir odam o'zini millatidan, o'zini ota-onasidan, farzandlaridan chiqib ketayotganligi uchun nimaga bu qadar xursand bo'lishligi mumkin? Yoki xo'rligidan o'ynayaptimi bu odam shunchalik bir sakrab? Endi ko'pchilik aytishi mumkin, sen o'zingga musofir ekansan deb, bir narsani ma'lumot o'rnida aytishni xohladim. Ya'ni ichimdagi bir alam bor edi. O'sha alamni bir gapirmasam bo'lmaydi. 2018-yil aprel oyida Koreya Respublikasiga O'zbekistonda ishlash uchun kontrakt asosida yuborilganman. Menga eng o'sha 2018-yilda esimdan chiqmaydigan holat shunday bir holat bo'lganki, hammamiz xuddi shunaqangi bir xil formada ko'k bir pijak berishgan. Shunaqani kiyib kelganmiz, aeroportdan tushishimizga bizni 6 ta koreys kutib olgan. Shunaqa tushganda hamma o'tib ketayotgan, bizga to'xtalaring degan, o'tir hamma degan. Hammamiz jo'ng'aytirib, shunday qilib o'tkazib qo'yib, tepamizda sanaganda shu qadar ichimdan bir his o'tgan, bu hisni yashaganda, ya'ni farosati bor odamlar his qilishadi. Juda bir qattiq afsuslanganman. Ya'ni xuddiki bir qulli o'z hojisi kutib olganini singari bizni kutib olishgan. Alhamdulillah undan keyin ko'p ishlamadim. Mana shu xarakterim borligi uchun ham chiqib ketdim, atkazim olib, buni qonuniy holatda chiqib ketdim. Qiynaldim. Hozir ham asli ko'chada ishlab turaman, lekin erkim o'zimni qo'limda, xohlagan paytimda ishga boraman. Balki ko'p pul topa olmagandirman, lekin alhamdulillah yana qaytarib aytaman, erkim va diniy qadriyatlarimni unutmagan holatda ishlab keldim. Men bu gapni gapirishdan maqsad mana bu narsani ko'rganda bir qattiq achindim va yana ma'lumot o'rnida bir narsani aytamanki, Koreya Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan anchagina kambag'al davlat deb hisoblayman. Chunki Koreyada hech qanday yer boyliklari, gaz, neft, oltin, uran bunday narsalarni qazib olishmaydi. Alloh hammalarimizni salomat qilsin, ofiyatda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.